Gaucher kasalligi bu autosom retsessiv kasallik, lizosomal kasallik. U ham modda almashuviga kiradi. Bu kasallikda bolada ferment glykocerebrozidaza ishlamaydi. O'sha hisobidan bolada lizosomal o'zgarishlar bo'ladi. Ko'rinishda, masalan, bu bolada ko'p xronическая слабость, частые кровотечения, синяки, jigarda o'zgarishlar, jigar taloq kattalishi mumkin. Va bu kasallikda ham va ota va ona gen tashuvchi bo'ladi, o'shaning uchun bolada paydo bo'ladi bu kasallik. Hozirgi kunda bu kasallikda davlat tarafdan lecheniya berilyapti. O'sha именно fermentni o'rniga tashqaridan искусственный ferment qo'yiladi. O'sha hisobidan bolani holati yaxshilanadi. Uni tasdiqlash uchun ham genetik tekshiruv kerak. O'sha gen DBA aniqlanadi. Agarda gomozigot mutatsiyasi aniqlasa, tashxis tasdiqlanadi.